Vanus sistemada yangi ishlab chiqarilayotgan Cobalt mashinasiga juda ham qimmatga tushishingiz mumkin. Gaz uстановка qildirayotganda noto'g'ri narsa qo'ydirib qo'yadigan bo'lsangiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ying, nima qo'yish kerakligini ko'rib olasiz. Bu mashinada asosan o'zgargan narsa Vanusning sistemi, yangicha kompyuterimizni, korobkada ozgina o'zgarishlar bor. Endi u yog'ini mayda-chudasini o'sha videolarda, obzorlarda ko'rib bo'lgansiz. Oke, zo'r mehnat qilamiz, bitta like bosib qo'ying videoga. Xo'p, nima xato qilishimiz mumkin desanglar, eski Cobalt sistemadagi narsani bu Cobaltga uстановка qildirib qo'yadigan bo'lsangiz, hozirgi kunda taxminan 1200-1300 atrofida turadigan blokni kuydirib qo'yishingiz mumkin. Katalizator erishi mumkin, klapanlar kuyishi mumkin va Vanusning sistemi ham ishdan chiqishi mumkin bo'ladi. Nima uстановка qilish kerak desangiz, yangicha chiqayotgan Tracker 12 tani bilasizlar, motorlarni turbinali, kislorod OBDga ulanadigan blok обязательно установка qilishingiz kerak. Bu hamma bloklarning ichida eng ideali biz uchun ishlatadiganimiz Yevropa gazdan Evans 32 ga 4 bloki bo'ladi. Kislorodga ulaymiz, OBDga ulaymiz, mana bilan qo'shimcha qilib gazni zo'r taqsimlaymiz. O'shanda hech qanaqa nagruska ham tushmaydi, muammo ham bo'lmaydi. Расход bo'yicha ham hamma narsa ideal bo'lib chiqadi. Undan tashqari toza italyanskiy farsunka, italyanskiy reduktor va har doimgidek o'zingizlar bilasizlar, yuvelirning uстановка. Nomodo kelib bizda qo'ydiradigan bo'lsangiz, salon garantiyangiz ham o'z joyida saqlanib qoladi. Eslab qoldingiz, kislorod va OBDga ulaydigan blok. Bu videoni hozirdan yangi Cobalt olgan tanishlarga sekin jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin va xizmatlar bo'yicha xudo xolisa bemalol kelaverasizlar.